Qizlar, mana Faberlik приложение skachat qilishni o'rgataman. Hozir vashcha oson. Faberlik deb yozamiz. Faberlik приложение o'zi chiqadi mana, qaranglar. Mana birinchi chiqadi. Kimlardadir ikkinchi, uchinchida chiqadi. Faqat manaqasini, mana shu joyda kirasizlar shunga. Qaranglar. Kirganlarda xuddi shunaqa reklama chiqadi. Endi pastga tushsanglar mana. Qaranglar, прямое скачивание deyapti. Shu yerga kirasizlar. Mana, skachat xuddi mana shu telefondagidek qilasizlar. Skachatni bosasizlar. Bosganlarda настройка chiqishi mumkin. Mana, все равно skachat. Mana qaranglar, mayer skachat bo'lganda sразу biz bu yerda открытni bosamiz. Qani? Nima skachat bo'lmadi telefoningizda? Ha, mana skachat bo'ldi. Dadi ezamiz yana mana. Shunga kiramiz, подробный deb bosib kiramiz. Bir martalar skachat bo'ladi o'zi. Mana xuddi shunaqa joy chiqadi. Sizlarda bittalar chiqadi. Mana bittalar qolsin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana skachatni bosganlarda mana подробный deb chiqadi. Shunga kirasizlar. Kirganinglarda установить bosasizlar. Bo'ldi mana. Faberlik приложение skachat bo'ldi. Mana. Rosa oson yo'li chiqib qolibdi qizlar.